Maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. 2025-yil 1-sentyabrdan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktori lavozimining bazaviy tarif stavkasi 20% ga, umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktori o'rinbosari lavozimining bazaviy tarif stavkasi 15% ga, I va 2 guruhga kiruvchi maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari lavozimlarining bazaviy tarif stavkalari tegishlicha 3 va IB guruhidagi umumiy o'rta ta'lim tashkiloti direktori o'rinbosari lavozimining bazaviy tarif stavkalariga tenglashtirish orqali oshiriladi. 2026-yil 1-yanvardan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining direktor jamg'armasi mablag'lari hisobidan direktor va uning o'rinbosarlariga faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlari KPI natijasiga ko'ra bazaviy tarif stavkalariga nisbatan tegishlicha 20 va 10% miqdorida har oylik ustamalar belgilanadi. Umummilliy totuvlik va xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlashni yangi bosqichga olib chiqishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, jamiyatda umummilliy totuvlik va xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlashning ustuvor vazifalaridan biri etib, millatlararo munosabatlarni uyg'unlashtirish, jamiyatda do'stlik, o'zaro hamjihatlik, bag'rikenglik va birdamlikni mustahkamlash orqali yagona fuqaroviy o'zlikni shakllantirish belgilandi. Har yili O'zbekiston yagona vatan shiori ostida yurtimizdagi barcha millat va elatlar vakillarining o'zaro tengligi, birdamligini, ularning yangi O'zbekiston taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etuvchi anjuman tashkil etiladi. Qo'mita vatandoshlar jamoat fondi bilan birgalikda har yili xorijdagi vatandoshlarning Uz Global Think forumini tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri, tuman, shahar hokimliklari huzuridagi millatlararo totuvlik, bag'rikenglik va hamjihatlikni ta'minlash bo'yicha jamoatchilik kengashlari, umummilliy birdamlik va hamjihatlikni ta'minlash bo'yicha jamoatchilik kengashlari deb qayta nomlanadi. Vazirlar Mahkamasi qo'mita huzuridagi jamoatchilik kengashining yangilangan tarkibi va hududiy jamoatchilik kengashlarining yangilangan namunaviy tarkibini davlat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar a'zolari, fan va madaniyat namoyandalari hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari vakillaridan iborat tartibda tasdiqlaydi. Qo'mita huzuridagi jamoatchilik kengashi maslahat kengash organi hisoblanib, qo'mitaga yuklangan vazifa va majburiyatlarning bajarilishiga ko'maklashadi. Qo'mita vatandoshlar jamoat fondi, milliy madaniy markazlar va do'stlik jamiyatlariga doimiy ravishda axborot, maslahat, tashkiliy va uslubiy jihatdan ko'maklashib boradi. Xo'jalik jamiyatlari boshqaruv organlarining yig'ilishlarida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib ishtirok etish va ovoz berish tartibi to'g'risidagi nizom Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Nizomga ko'ra, jamiyat tomonidan ishtirokchilarga yuboriladigan yig'ilishni o'tkazish to'g'risidagi xabarda masofadan turib ishtirok etish va ovoz berish tartibi, shuningdek, quyidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi. Yig'ilishda masofadan turib ishtirok etish va ovoz berish amalga oshiriladigan platformaning nomi va unga kirish uchun havola, platformada identifikatsiyadan o'tish uchun taqdim etiladigan ma'lumotlar, platformadan foydalanishni ta'minlovchi texnik xodimning familiyasi, ismi, otasining ismi va telefon raqamlari. Ishtirokchilar platformaning videokonferens aloqa rejimi orqali yig'ilishda ishtirok etadilar. Toshkent shahri, Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida qattiq maishiy chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish investitsiya loyihalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorlari qabul qilindi. Qarorlarga ko'ra, mazkur hududlarda ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarni qayta ishlash sohasiga zamonaviy yechimlar va texnologiyalarni joriy etish orqali elektr energiyasi ishlab chiqariladi hamda sohaga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb etiladi. Elektr energiyasini sotib olish va qattiq maishiy chiqindilarni yetkazib berish to'g'risidagi bitimlarga muvofiq loyiha kompaniyalari ishlab chiqarilgan elektr energiyasini 30 yil davomida O'z Energo sotish aksionerlik jamiyatiga kafolatlangan tarzda sotadi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. 2025-yil 1-apreldan adliya organlari va muassasalari xodimlariga navbatdagi martaba darajalari ular institutning maxsus malaka oshirish kurslarini muvaffaqiyatli bitirgandan so'ng beriladi. Adliya organlari va muassasalari xodimlari hamda yuridik xizmat, advokatura va notariat sohalari bo'yicha yuridik kadrlarning bilim va ko'nikmalarini doimiy oshirib borishni nazarda tutuvchi kredit modul mexanizmiga asoslangan uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi joriy etiladi. Shuningdek, instituti 2025-yil 1-maydan oilaviy mediatsiya ishlari bo'yicha fuqarolar yig'ini raislari professional mediatorlikka bepul o'qitiladi.
Hukumat qarori bilan nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarish qilish uchun mo'ljallangan tibbiy buyumlar hamda nogironligi bo'lgan bolalar uchun maxsus shifobaxsh oziq-ovqat mahsulotlarining ro'yxatlari tasdiqlandi. Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. 2025-yil 1-maydan o'zini o'zi band qilgan shaxslar yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki yuridik shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilganda davlat boji undirilmaydi. O'z faoliyatini tegishincha yakka tartibdagi tadbirkorlar mikrofirma yoki kichik korxona toifasigacha yiriklashtirgan o'zini o'zi band qilgan shaxslar va tadbirkorlarga oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida 50 million so'mgacha, kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi doirasida 150 million so'mgacha garovsiz kreditlar beriladi. O'z faoliyatini tegishincha o'rta yoki yirik biznes toifasigacha yiriklashtirgan tadbirkorlarga 1 yil davomida qo'shimcha qiymat solig'i summasi o'rnini qoplash, qaytarish 7 kun muddatda tezlashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Farmonga ko'ra 2025-yil 1-iyuldan 2028-yil 1-yanvarga qadar kichik va o'rta biznes subyektlari zimmasiga yangi majburiyatlar yuklatilishini nazarda tutadigan normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilishga moratoriy e'lon qilinadi. Tadbirkorlik subyektlariga yangi tartibga solish vositalarini belgilashni yoki amaldagilarni kuchaytirishni nazarda tutuvchi normativ-huquqiy hujjatlarga nisbatan yagona sanadan yangi qoidalar tamoyili qo'llanadi va ushbu normalarning kuchga kirish sanasi 1-yanvar yoki 1-iyul etib belgilanadi. 2028-yil 1-yanvarga qadar birinchi imkoniyat tamoyili joriy etiladi va uning doirasida birinchi faoliyat yili davomida savdo va tadbirkorlik sohalariga oid ma'muriy huquqbuzarlikni ilk bor sodir etgan kichik tadbirkorlik subyektlari ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi. Chiqindilarni qayta ishlash sohasini yanada takomillashtirish hamda kompleks tizimlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga asosan chiqindilarni qayta ishlash sohasidagi asosiy yo'nalishlar belgilandi. Xususan, mavjud qattiq maishiy chiqindi poligonlarini 2030-yilgacha 50% ga qisqartirish, yangidan hosil bo'layotgan chiqindilarni poligonlarga yo'naltirmasdan maksimal darajada qayta ishlash yoki kuydirish, sohaga sirkulyar iqtisodiyot amaliyotini joriy qilish. 2026-yildan boshlab chiqindi poligonlari ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi taklifiga muvofiq Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan tashkil etiladi. Shuningdek, chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tizimida chiqindi poligonlari hududida chiqindilarni utilizatsiya qilish va qayta ishlashga ixtisoslashgan sanoat zonalari 30 yil muddatga tashkil etiladi. Bundan tashqari, Namangan va Toshkent viloyatlarida qattiq maishiy chiqindilarni termik usulda utilizatsiya qilish, yoqish bo'yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish maqsadida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan sug'oriladigan 19,87 gektar yer uchastkalari qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar toifasidan sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar toifasiga o'tkaziladi. Qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritildi. Qonun bilan Jinoyat kodeksiga binolar va inshootlardan foydalanishga doir ruxsatnoma berish hamda ularni foydalanishga qabul qilib olish qoidalarini buzganlik, shaharsozlik sohasidagi vakolatli davlat organlarining ruxsatsiz obyektlarni qurganlik, qonunchilikni buzgan holda ko'p kvartirali uylardagi tayanch konstruksiyalarni o'zgartirganlik va yoki rekonstruksiya qilganlik, shuningdek binolar va inshootlarni aholi punktlarining tasdiqlangan bosh rejalari, ularni rejalashtirish va qurish loyihalarini buzgan holda loyihalashtirganlik, rekonstruksiya qilganlik va qurganlik uchun javobgarlik yuzaga kelishini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritilmoqda.